Bomba! Bugun bir ismoqdanman, tiqilamanda. Darvozalar ham ochiq. Gulnora xola! Gulnora xola! Ha, hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Nima qilyapsiz avora bo'lib? Sizga bir shashlik pishirib beray deb keldim. Bu chiqib. Xola, shuni sizga pishirib beraman deb niyat qildim. Bo'lmadi-da endi. Qisilmang. Men o'zim zo'r restoranga haq beraman. Mana plastikka pensiya tushgan. Yuring ketdik. Men sizga aytgan G'ijdondagi eng zo'r kafe Sardoba mana shu bo'ladi. Taomlari ham lazzatli, ham yo'mboq. Chota qimmat kafega o'xshayapti-da, manzili qara buni. Quloq zavodni chap tomoniga, Buxoro to'shgan trassasining yoniga. Dahshat kubir. Apisan, qanaqa shashliging bo'lsa olib kel bera. Ataganingni olib kel. Otabekjon, qanaqa shashlik deysiz? Oling, marhamat. Qani bismillah. Bismillah. Ana bu sardoba salati. Oling qani bir yeb ko'ring. Xola, siz nimaga yeyapsiz? Qanaqasidan olib beray? Farqi yo'q. Hammasi ham mazali. Bo'lmasa men sizga bitta baliqligidan olib beraman. Bismillah.